Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda pensionerlar uchun muhim o'zgarish. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. 16 fevral kuni qabul qilingan 2026 yilgi davlat dasturiga muvofiq fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish rejalashtirilgan. Yangi tartibga ko'ra jarima, aliment, kommunal to'lovlar va boshqa majburiyatlar uchun ushlanmalar amalga oshirilgandan keyin ham pensioner qo'lida minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lmagan mablag' qolishi kerak. Hozir bu miqdor 669 ming so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari oylik ushlanmalar miqdori pensiyaning 50% dan ortiq bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Mazkur o'zgartishlarni ishlab chiqish Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi zimmasiga yuklatilgan. Shuningdek, dastur doirasida jamg'arib boriladigan P tizimini isloh qilish rejalashtirilgan. 2026 yil sentyabriga qadar fuqarolarga pensiya yoshiga yetganda shaxsiy jamg'arma hisoblaridan mablag' olish imkonini beruvchi hujjat ishlab chiqiladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosib qo'yishlikni ham unutmang.